bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Kichikroq bir kafemi, ham mahallani guzari ham bo'ladi-yu. Nima deyapsiz dada? Kimsan Sodiq aka keladi-yu, guzarda mahallada to'y qilamanmi? Shuning uchun Sodiq aka deb restoranda gaplashdingmi? Dada, odamlar kimsan Mansur to'y qildi, o'g'lini uylantirdi deb ovoza qilishlarini xohlayman. O'g'lim, bu hammasi ortiqcha xarajat. Dada, bu obro'yimiz, nevarangiz to'yi hech kimning to'yidan kam bo'lmasligi kerak axir. To'yni ham kim o'zarga qilyapsan shekilli-a? O'zing bilasan. Sodiq akaga shuncha pul berguncha o'sha pulga mana bu uylarni ta'minlasanglar bo'lmasmidi? Nimalar deyapsiz? Katta o'g'limizni to'yiga Sodiq akani aytamiz, to'yni restoranda qilamiz deb niyat qilib qo'yganmiz axir. Shu ishni qilib olsak bo'ldi. Ish qilib butun qishloqda gap so'z bo'lishi kerak. Odamlarni o'sha ikki og'iz maqtov gapi shunchalik kerakmi sizlarga? Endi do'st bor, dushman bor. Xo'jayinim ham to'yiga o'sha Sodiq akani olib kelaman deb lafz qilib qo'yganlar. Kenoy. Siz ko'nglingizni xotirjam qiling. Sodiq aka kelib to'yingizni zo'r qilib o'tkazib beradi. To'yingizni dong'i hali 7 mahallaga ketadi. Xudo xolasa, xudo xolasa.